Audio Jungle. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun biz Jalaquduq tumaniga qarashli Katta Polvon mahallasiga keldik. Jamoamiz a'zolari bilan birgalikda Muhayyoxon opamiz nomlaridan onajonisi Muqaddamxon hoji onamizni tug'ilgan kunlari munosabati bilan yig'ildik. Opajonimiz Rossiyada turib bizni shu yerga taklif qildi. Xudo xolisa opajonimizni, onajonimizni chiroyli qilib tabriklab ketamiz.
Assalomu alaykum. Fayzli xonadon mezbonlari, mehmonlari, hammalar charchamay yuribsizlarmi? Tanjonlaringiz sog'mi? Biz shu xonadonga tashrif buyurishimizning sababchisi Muhayyoxon otajonimiz nomidan onajonisi Muqaddamxon hoji onamiz 63 yoshga kirishingiz bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Muhayyoxon ota nomidan alohida tabriklaymiz. Qolgan farzandlaringiz Mahugulxon, Muhammad Ali, keliniz Saidaxon, singillaringiz Nasibaxon, Fotimaxon, ukalaringiz Zohidjon, Abdujabbor, kelinlaringiz Shoiraxon, Saidaxon, hatto nevaralaringiz va yaqin insonlaringiz nomidan ham tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Bunaqa yoshdan ko'pini ko'rib yuring ilohim. Shu farzandlarni boqib katta qilgan ekansiz, ilohim rohatini ko'ring. Tan joningiz sog' bo'lsin. Shu Muhayyoxon otam nomidan alohida bitta she'rimiz bor, o'qib beramiz. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallarning naqshsiz ona, qolishmaysiz bahor faslidan. Siz hammadan yaxshisiz, onaligingiz baxtimdan darak. So'zingizdan sevinar yurak, ming yaxshilar menga ne kerak? Siz hammadan yaxshisiz ona. Siz bor alam menga boqmaydi, ko'zlarimdan yoshlar oqmaydi. Siz hammadan yaxshisiz ona. Mehringizdan oromda jonim, omad o'rab turar to'rt yonim. Fayzlidir sizlar har ona, hammadan yaxshisiz ona. Borsiz mendan quvonchlar ketmas, boshginamga balolar yetmas. Qalbni armon mag'lublar etmas. Siz hammadan yaxshisiz ona. Ham nafassiz doim nolamda, jolangiz bor oqqan jolamda. Sizday inson yo'qdir olamda. Siz hammadan yaxshisiz ona. Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga salomat bo'ling, bor bo'ling. Qani do'stlar, birodarlar bilan bitta davrani aylanib berasizlar. Marhamat. Mehribon onam bor, yozim bor. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, Akalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayra. Akalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dünyadaki mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan. Sharaf qo'llab-quvvatlab birgalikda baxtli hayot kechirayotganingiz uchun Lamshir akamga rahmatlar aytamiz. Va chiroyli tilaklar bildirish uchun akamga mikrofonni bersak, ikkovlar bitta chiroyli tilak qilasizlar, keyin davramiz yana bitta aylanib berasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Avvalambor xonadonimizga xush kelibsiz. Shu Tunç o'rtog'im Muqaddamxonni bugün 63 yoshlik yubileyini inshaalloh o'tkazamiz. Hammalarga avvalambor katta rahmat.
bu turmush o'rtog'imga uzoq umr, sihat salomatlik, nevara chevaralarini orzu havasini ko'rib yashashlikni tilayman. Bola chaqasini hammamiz baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Onatamizga xush kelibsizlar. Sizlardan tajribalilar sog' bo'lsin. Shunchalik bizni hurmat qilib kelibsizlar. Ishinglar rivojini bersin. Sizlar ham bolalarning orzu havasini ko'ringlar. Mana bolalarim hammasiga rahmat. Hammasi dastlariga baraka bersin. Umri uzoq, ulug' bo'lsin. Allohim hamisha o'z panohida asrasin hammamizni. Elimiz, yurtimiz, mahalla-ko'y, qarindosh-urug' hammamiz tinch bo'laylik. Yaxshi kunlarda, mana shunday to'y tomoshalarda, yubileylarda o'ynab kelib yurishlik hammamizga nasib qilsin. Bolalarimizni kamolini ko'rishlik, shu xo'jayin bilan birgalikda bolalarda, nevara-chevarlarda kamolini ko'rishlik nasib qilsin. Sizlar ham bizga o'xshab uzoq umr, baxt sog'liqli bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar. Ishinglarni hamisha rivojini bersin. Qo'shganinglar bilan qo'shaqaringlar sizlar ham. Qanchalar sog' bo'lsin. Nima niyatga bo'lsanglar, niyatinglarga yetinglar. Yana bir bor xonadonimizga xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Shu Abdusalom akamiz bilan uzoq yillar yana baxtli hayot kechirishini tilab qolamiz. Farzandlar sizlar eng boysizlar, boy insonsizlar. Farzandlaringlar ham eng boy insonlar, chunki ota-onasi yonida. Sizni o'g'ildir, qizdir farzandlaringiz bor, sizlarni yaxshi ko'radigan. Ilohim baxti kamolini ko'ringlar. Bugun onajonimiz tug'ilgan kuni davraga birgalikda taklif qilamiz. Onajonlarimiz bor bo'lsin. Marhamat. Qani bitta aylan berasizlar birgalikda. aziz mehmonlar, ushbu holatda kelibsizlar. Mana bugun opamiz, Mukarramxon opamiz Shirona kunlar ekan. Allohim bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rsin. Bolalarini, nevaralarini, orzu havaslarini ko'rsin. Allohim hamisha o'z panohida asrasin. Nimaki niyatlar qilgan bo'lsa, niyatlariga yetkazsin. Shu pocham Absalom bilan uzoq umr, baxtli kunlarni kechirishlik nasib aylasin. Hammalariga rahmat, shukr qilar. Hammalari ham shunday kunlar o'tkazishga nasib aylasin.
xush kelsinlar, hammalarni xush ko'rdik. Xudo bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, yo'llarga bosh qo'yib, qachon bilan qo'sha qarib, nevaralarni orzu havasini ko'ring, qo'lda kelgisi, hayot orzu havaslarini ko'ring. Bizga bosh bo'lib, hamisha qo'llarimizda, hamisha duoyimiz bo'lib, chiroyli bo'lib, umr kechirishingizga Alloh yana joningiz sog' bo'lsin. Bizga bosh bo'lib yuboring. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. Mana ayol tug'ilganingizga 60 yoshga, payg'ambar yoshiga to'libdi. Tabriklayman, ilohiyingizga kirsin. Siyosiy yomon gapirgan bo'lsa kechiring. Shunchaki bizni tarbiyalab, o'stirib, o'zimizga o'xshagan mana chiroyli bolalar. Naqli ona bo'lib, onani qadrini bildik. Yaxshi yomon gapirsa kechirasiz aytib, bizga tabriklayman. Yuzdan o'tib ketdinglar. Dadam bilan qo'sha qaring. Dadam mamizga kirsa. Hojimlar qabul bo'lsin ilohim. Yana borishlik nasib qilsin, yana jo'nating. Nasib qilsin. Yoshim boradi. Mana yapgan misollarni yapinglar, yuzakringlar, yuzakringlar, ziyon bo'ladi hamisha. Allohdan duo qilinglar. Shunga Allohning ishonchini Avvalambor yana bir bora hammalar xush kelibsizlar. Mana kampirimiz bilan birgalikda Saudiya Arabistoniga borib umra amallarini bajarib birgalikda keldik. Bo'lgan yillarimizda payg'ambarimizni, shohiylarimizni, onaxonlarimizni hammalarini ziyorat qilib, el yurtga tinchlik tilab, hammalariga tinchlik, omonlik tilab, mana o'g'il qizlarga tinchlik, omonlik tilab, chiroyli bilan bo'lib birgalikda umra amallarimizni bajarib keldik. Allohim ko'pni qatorida bizni ham ziyoratlarimizni qabul etgan bo'lsin. Qolgan barcha mas'ul bizni eshittirganlarga hammalariga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilab, biz kichik umraga borgan ekanmiz, ularga katta hajlar nasib qilsin deymiz. Allohim hammanglarga fayz baraka bersin. Amin. Allohu akbar. Biz bilan tabriklayman. Hamisha yondoshlarimiz umra amallaringiz qabul bo'lgan bo'lsin. Tabriklayman. Tanchalaringiz sog' bo'lsin, ziyoratlaringiz qabul bo'lgan bo'lsin ilohim. Bizlarga ham shu yerlarga borib ziyoratlar qilib kelishni nasib etsin. Qorlarni kechib, tabriklarni qabul qilasiz. Shishadan bugun tug'ilgan kunim
Shu zamonni bugun tug'ilgan kuni sen ishning tomoni bugun tug'ilgan kuni Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Будь моей и нам светят тысячи огней И получим мы свой Оскар Улетим за 7 морей Как Федерико Феллини Дайте Оскар этой богине Словно кукла получит главную Shu Muhayyoxon opajonimizni talablariga binoan bitta qo'shiq aytib beramiz. Uzoq yurtlarda musofirda ishlash oson emas. Hammaga ham opajonimizdan qabul qilasiz qo'shiqda. Siz uchun shu qo'shiqni aytib beramiz. Men yomon, siz yomon bo'lmang. Muhabbatim sarson bo'ldi, ko'ring rangim samon bo'ldi. Kuyganlarim xonamga aytmang. Siz meni yomon demang, ko'z yoshlari yolg'on demang. Gunohimga gunohkor bo'lmang. Muhabbatim sarof bo'ldi, ko'ring rangim samon bo'ldi. Kuyganlarim xonamga aytmang. Yig'lab aytaman, aytaman, aytaman. Ko'z yoshim sekin aytaman, 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 aytaman. Dunyo yukin qanday men aytaman, 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 aytaman. Ko'z yoshlarim sekin aytaman. O'zim sekin aytaman. O'zim qanday dard aytaman. Bilaman, bilaman, bilaman. Meni dardim unga ko'p bo'ladi. Qaytaman, qaytaman, qaytaman. Bir kun onamga qaytaman men. O'zim sekin aytaman. Nasiba xonim opam endi kelishakiliga bitta chiroyli tilib eshitaylik shu opajonimdan. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum insonlar. Mana bugun opamizni tug'ilgan ayam kunilar ekan. Bolalariga bosh bo'lsin, yuzlarga kelsin. Yaxshi yuz solsin. To'ylarda, ko'rlarda o'tirsin. She'rlarimiz mehmonlar mana shu bugun opamizni 63 kelgan yoshlariga shunaqa yoshlardan opa ko'prog'ini ko'raylik, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz vaqtiga sog' salomat bo'lib, podshoh bilan baxtli hayot kechiravering. Salomat bo'linglar. Qani birgalikda davraga taklif qilaylik. Marhamat, o'ynaymiz.
Ko'ksidagi burchunim Miyari Qur'on varsan Haysi sada burchunim Miyari shahvarsan Haysi hutun ağusim Yarsan Ala yüz Hey kara yüz Ala yüz Hey kara yüz boy boy Xursand qila oldikmi sizni? Muqaddamxon onajonimiz, ilohim xursand bo'ling. Farzandlaringiz ilohim sog' bo'lsin, sizni baxtingizga. Uzoqda ishlayotgan shu Muhayyoxon opamiz uchun ham bitta chiroyli duo qilsangiz shu kamerada yozib olmada. Marhamat. Mana safardosh bo'lgan qizimiz Muhayyoxon onasining tug'ilgan kunlari bilan, oltin yo'qlari bilan inshaalloh shunday yaxshi sharoitlar qilib tabriklarni jo'natar ekan. Eng avvalo Alloh uzoq umr, sihat salomatlik, kengaygan davlat xo'jaligiga bersin. Parvardigoro o'tganiga fayz baraka bersin. Sizlarga ham kelganinglarga rahmat. Alloh sizlarga ham ishingizga rivoj bersin. Qanday orzu-umidlar bo'lsa Alloh o'zga yetishsin. Mana o'g'limiz Muhammad Alini ham Parvardigor o'zi qo'llasin, Saydoxon qizimiz Mohiraxonni. Kuyovimiz Sulonboy hammalariga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilayman.
Mana kelgan jiyanlarimiz hammalariga oilaviy baxt saodat, tinchlik, omonlik tilaymiz. Parvardigori amin deb turganlardan nimaiki orzulari bo'lsa Allohning o'zi etsin. Rabbana atina fid dunya va fil oxirati hasanatan va qina azoban rahmatga ya rahman. Amin. Men ham shu xo'jayinimning tilaklariga qo'shilgan holda shu qizim Muhayoxon, o'g'lim Muhammadali, qizim Mohigul, hammasiga ham umringiz rizqi bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qilsin, baxtli taxtli bo'lsin. Bolalarning orzu havasini ko'rsin, hammasi ham. Ikalarim, singillarim hammasi ham mana Nasibaxon, Fotimaxon, Zohidjon. Ularning qo'shganlar bilan qo'sha qilsin, nevaralarining orzu havasini, bolalarning orzu havasini ko'rsin. Hammasini dastkoriga, umriga, rizqiga baraka bersin. Shu yerda hamma qo'lashib, duoga qo'lashib o'tirganlarga ham nima niyatlari bo'lsa, niyat maqsadlariga yetishsin. Hammanglarga ham tan joninglar sog' bo'lsin. Shu sizlarga ham umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin. Topganinglarga fayz baraka bersin. Qo'shganinglardan qo'sha qilib, bola chaqalar orzu havasini ko'ringlar sizlar. Yana bir bor xonadonimizga xush kelibsizlar. Hammanglar tinch bo'linglar. Amin.